Salom, sizlar bilan bugun menman va bugun Hardcore'da 1000 kun videosini ikkinchi qismini olamiz. Bugungi videoda men o'zim uchun baza topaman va bu videoning davomida bazani qidirish ishlarini tomosha qilasiz. Koordinatani qo'shib olay yana. Keyin nima topganimni aytaman. Men yana bitta qishloqcha topib oldim. Sherda olsam bo'lar, lekin tekis joyi kam ekan. Endi bu qishloqchani ham qo'ldan kelgancha to'g'riq bo'shatish kerak. Bu qishloqchada o'zi bo'shatadigan narsani o'zi yo'q ekan. Lekin vaqtida tekis joy bor ekan, sherda qolamiz endi. Tekis ekan. Tekis shuncha muammo bo'lmaydi, lekin bu yerda ham to'liq tekislab bo'lgandan keyin shu yerda baza quraman. Yerni tekislashni boshlashdan oldin ozroq daraxtcha olamiz. Faqat asarlarini ko'paygan ishlarni biz yormaslik kerak. Eng muhim endi qochamiz. Qochgan bo'lmaydi. Hozir to'g'risida o'zi ham bitta chaqsa umuman effekti ketganicha o'lib o'laman. Bo'ldi, asarlarlar qaytib ketyapti. Endi hech narsa qilmaydi. Yana qayerdan borib daraxtcha chopish kerak. Faqat teginmaymikan bular? Teginsa ham lekin yomon qiladi. Hozircha shu daraxt ham yetib turadi. Bir stakdan oshdi. Kerak bo'lsa yana olish muammo emas. Endi yerlarni tekislashni boshlasa ham bo'ladi. Golem turganda golemni urmasdan ketish noto'g'ri menimcha. Urib ketamiz. Nima qildi? Bir yarimta jon qochmasak bo'lmay, ikkita jon qishlog'ini bolasi. Hozir o'lsam, lekin shuncha qilganim 1000 kun yashayman deganman. Hali bir 10 kun ham bo'lgani yo'q menimcha.
qutuldik. Endi golim suvga tusholmaydi. Meni o'ldirish senga emas golim. Yekkancha qaytib kelmaydigan bular. Suv tagidan turib o'ldirib kelamiz. Yarimta. Nima? Shuncha suvdan jon ketdimi? Zombi bor ekan. Hozir lekin uni oldiga borish noto'g'ri. O'lib ketish hech narsa emas. O'lmasdan turib qolish kerak endi. Bugun o'zi ikkinchi marta yarimtadan jon qolishi. Endi tekshiruv ishlarini davom ettiramiz. Zombi esa o'z yo'liga ketaveradi. Yangi toshdan yasalgan lapatgani olib ishni boshlaymiz. Keyin men mod ishlatyapman. Mod ishlatishim hech kimga zarar bermaydi. Mod ishlatishga hech kim qarshi emas, shuning uchun ishlataveramiz. Mana hamma yer tekis bo'ldi. Videoda ko'rib turganlaringdek men buni 3 soatda tekisladim. 3 soatdan ham ko'proq vaqt ketdi. Lekin shunga arziydi. Hamma yer tekis va boyagi tosh va qumlarni ham olib tashladim. Hamma yer tekis bo'ldi. Borib endi keraksiz narsalarni tashlab yuboramiz va endi nima qilishni o'ylab ko'rsam bo'ladi. Katta chiroyli barza qursammi yoki boshqa ishmi, fermami, qishloqlarga ko'paytiramizmi? Keyin bilmasam donni taylab yubordim. Don kerak, u qishloqlarga ko'paytiramiz u bilan. Hamma yer tozaladim deb adashgan ekanman. Bittagina mana shu qolib ketibdi. Endi hamma yer toza bo'ldi desa bilan. Bitta shugina qolib ketgan ekanmiz ham. Bu yerda tovuq turganlaringdek juda ham bir katta maydonni tekislab qo'ydim. Dahshat bo'lib ketgan. Endi uyni past qismini ham shundaygina qurib qo'ysa bo'lar menimcha. Hozircha to'liq qurmayman. Ozgina mayda qismini qurib boshlab qo'yaman faqat. Uy 10 ga 10 bo'lar. Shu uchun unchalik katta emas, lekin tepasi keng ko'tarib ketadi. Qanchalik tez qurganimni hozir ko'rib olasizlar. Uxlab turamiz va ishni boshlagandan keyin birdaniga tez qurib tashladim. Uncha ko'p vaqt ketmadi. 5 karra tezlashtirilganini ko'ryapsizlar. Orqa fonda qushlar sayryapti. Shu vaqtda nimagadir qandaydir Minecraft bagi bo'ldi yana. Bu nimaga bo'lganini bilmayman endi. Qaranglar, 3, 2, 1. Mana katta yer bo'shliq paydo bo'lib qo'ygan. Men uni boshda sezmadim. Nimaga bunday bo'ldi? Kim biladi? Keyin yana shunaqa yana bir marta sodir bo'ladi. Hali shu qismda o'zida ko'rsatishga harakat qilaman uni ham. Ko'rasizlar. Men ana chuqurda tekisladim. Tekisyapman to'g'rog'i. Uni tekislash uchun anchagina loy kavlashga to'g'ri keldi. Bu yerdan chiqqan loy esa tekislash uchun chiqqan loy pastliklarni tekislashga birdaniga ketib qo'ygan edi. Shuning uchun menda umuman loy yo'q edi. Loy emas, bu tuproq. Loy boshqacha bo'ladi. Va nihoyat tugadi shu ham. Bu yerni qiyincha o'siyam ancha vaqtim ketdi. Loy kavlash bir ish.
devoni qo'yib chiqish 2 ish. Yana shu yerda ham loyni qo'yib bitib qo'yapman. Keyin tuproqda yana loyni yuribman tashib uzr. Xullas temir uchun konga kirdim. Mana shunaqa misli xonani topdim. Bu yerda mes bo'ladi, kim bilsa. Va menda ovqat to'liq tugagan. Keyin men mana shu yerdan boshlab pastga keldim. Temir chiqsa olaman deb, lekin menga olmos chiqdi. Bu yerda 5 ta olmos bor. Bemalol bitta kirka bilan bitta sehrlaydigan stol yasashga yetadi. Temirni oldimda undan birdaniga mana bunaqa bolg'a yasadim. Bu 3 ga 3 sinadi. So'nggi soniyalar va birinchi olmos. Bu yerda olmos juda ko'p ekan. Endi bemalol olmosdan ham bolg'a yasasam bo'ladi. O'zi bolg'aning nomi Xamir. Bu yerda tayda yana olmos bo'lsa ya bu chet emas, lekin rostdan bor ekan, men chet ishlatganim yo'q. Endi bu yerdan qandaydir qilib chiqish kerak. Men qanday chiqish kerakligini bilmayman. Menda ovqat yo'q. Va zombiylar ham ko'p. To'g'ri tepaga kavlab ketsam bo'ladi, lekin tashqarida qorong'i bo'lsa baribir o'lib ketaman. Yana pastga kavlab ko'raman. Balki shundayda yana olmos chiqsa ya. Bu xamir sindi, lekin menda boshqasi bor. O'sha bilan kavlasam bo'ladi. Va kavlayman ham. Endi mana shularni olib ortga qaytamiz. Hozir xullas men videoni ozgina o'chirganimda tepadan bitta zombi keldida tushdi suv bilan. Keyin bitta urdi. Shu bitta urganiga joni yarimta qoldi. Keyin tepaga chiqqanimda ko'rdim. Ana o'zi, bu yerda yana bitta zombi bor. Keyin men ham suv bilan qaytdim. Yarimta jon bilan uni oldiga borish xato bo'lishi aniq edi. Xullas yerdan hozir deyishib qaraymiz. Mana shu yerda yana ko'rindim zombi. Men mod tufayli chelakka, paqirga zombi istasalar. Hozir shuni juda oson bo'ldi-ku. Xullas pastda yana bitta zombini o'ldirib yoki kimdan qilib tepaga chiqdim. Mana shuni sindirsak, tashqariga chiqamiz. Keyin zombilardan toshilab shu tepada tunda o'yladim, lekin tong ekan, unda nimaga zombi tovush kelyapti? Bu yerda faqat o'rgimchak bor ekan. Lekin ana kallasi ko'rindi zombini. Hozir o'sha sandiqda ovqat bo'lsa kerak endi. Yopishmagan ekan. Ishi faqat. Mana go'sht, qo'y go'shti. Mana shu bilan jon to'lgandan keyin yana bitta chuqur paydo bo'libdi. Lekin ana o'rgimchakni o'ldirib olsam birinchi, keyin unga e'tibor berardim. Nima uchun shu bunday bo'lyapti? Nimalarda bitta blok qolib ketgan ekan. Nimagadir shu yana 5-6 ta modni o'chiramanmi? Yoki dunyoni o'zi boshqa qilib qo'yanmi? Aytgancha hali men olmosni ishlatganim yo'q. Shunda ham ishlatsa bo'lar. Lekin mana shuni birinchi chuqurdan qilish kerak. Chuqur shunday turmaydi-ku endi.